Xatga boring. Xatga. Tur, mashta tur. Ha, xola? Sora qalaysan? Nima qilyapsiz bu yerda? Aylanib yuribman. Bu kim? Ha, bu tilanchi gadoy, taniyman buni. Gadoy? Gadoy? Ha? Gadoy nima degani? Gadoy degani uydagi kerak emas buyumlarni olib ketadigan odamga aytiladi. Men ham uylarda yaqinda kerak emas buyumni olib ketaman. Yo'q. Gadoy aka, sizga bitta iltimos bor. Nima? Bitta bolani topish kerak. Qanaqa bola? Yaqinda xolam bilan buvam urushib qoldilar. Nimaga urushadi? Bitta Siroj degan bola bor ekan. Teysam ham shu bolaga tegman, tegmasam ham shu bolaga tegman deb xolam urishyaptilar buvam bilan. Ho, jim, o'shir o'zingni, jinnimisan? Shunchalik qattiq sevarmikan xoling? Ha, o'lib qolar ekanlar. O'chir o'zingni. Buvi nima dedi? Berarkanlarmi? Yo'q, buvam seni milliarderga beraman deyaptilar. Buving boylikka o'chmili, xolangga o'xshab. Yo'q, buvam xolam o'ylayaptilar. Sen milliarderni millionerni gadoy qilasan deyaptilar. Tayyor gadoy bor, bo'lmaydimi? Kim? Siz? Millioner bo'lmasimdan oldin meni gadoy qilib qo'ydi o'sha meni. Sora, bu gadoy amakining cho'ntiga yaralangan. Sen yana qalbini yaralayapsan. Yarasiga tuz sepyapsan. Ko'rdingizmi shu striligin jiyanimni berib qo'ymaydi sizga meni. Gadoy aka, lekin menga yoqdingiz. Ko'rdingmi, meni qobiliyatim bor-da. Lubboy qizni tez aldab olaman. Aldash bo'yicha men masterman. Ha, professordirsiz. Akademik olaman yaqinda.